Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Bugun men sizlarga uy sharoitida mayonez tayyorlashni ko'rsatib o'taman. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan yog', o'simlik yog'i, qora murch, tuz, bitta tuxum va blender kerak bo'ladi. Buning uchun endi ishlarimizni ko'rsatishni boshlaymiz. Ishimizni bismillah deb boshladik. 180 gram yog', yarım choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq qora murch, bitta tuxum, ishimizni boshlaymiz. Birinchi o'rinda aytib qo'yay, umuman blenderni balandga ko'tarmaymiz. Tagida oppoq qordek bo'lib ko'pirib ketmaguncha blenderni ko'tarmaymiz. Mayonezimiz o'xshab chiqdi. Endi yaxshilab ko'pirtiramiz buni. Mana uy sharoitida tayyorlangan mayonez. Bu bizning bolalarimiz uchun ham foydali, o'zlarimiz tayyorlagan narsa baribir yaxshi. Sizlar ham tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Yoqsa like, yoqmasa dislike. Hurmatli obunachilarim, fikr mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolaman. Savollaringizga javob beraman. Mayli, mana shunday. Mana shunday quruq idishlarga solib xolodilnikda saqlasak juda ham yaxshi bo'ladi. Sizlarga biroz paytga yetadi. Hurmatli obunachilarim, podpisatsiya bo'lmaganlar podpisatsiya, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yangi videolarim borib turishi uchun обязательно podpisatsiya qo'yishni unutmang. Savol javoblaringizni kommentariyaga yozishni iltimos qilib qolamiz. Mana shunday bo'ladi. Bizni ko'rganlaringiz uchun rahmat. Podpisatsiya bo'lishni unutmang.